Do'stlar, qaranglar masalaga hozir juda zo'r joyga ko'rsataman. Qayerda bo'lasizlar? Olti oy oldin Chimganga kelmagan odam endi bu joyni tanimay qoladi lekin. Qaranglar, o'zgarish. Bu Chimgan. Qaranglar, binolar, kafelar, yo'llar. Zo'r bo'lib ketdi hamma joy. Chimgan juda o'zgargan. Endi bu yer nafaqat tabiat, balki zamonaviy dam olish joylariga aylandi. Rostdan o'zim ham Chimgan endi boshqacha. Hayratdaman o'zim ham. Qaranglar, bu yoqlarni. Manzarani qaranglar. Bu yerda kanatga qurilyapti. Mana zdaniyaga tushib keladi, stansiyasi ham bitta bo'lar ekan. Rasmlarni tushirib chiqdim. Kelgan mehmonlar kanatga bilan mana shu Chimyon atrofidagi hamma gостиницаlarga tushib borurlar. Mana shu Archazor degan mahallada 5 kilometr pastroqda Archazor degan zdaniya bor. O'sha yerga borib to'xtaydi. Kanatga qarasangiz. Manzaraga gap yo'q. She. Chimyon mahallasiga tushib ketadigan joy. Yo'qdan shaharga chiqib ketadigan tomon.